Bugün ne varımız? Aziz mehmon, bugun nega boramiz programmasining tajidorliqni tez, sifatli tomoq yetkazish mulozimati bilan xalqimizning iste'mol turmushiga qulaylik yaratayotgan Aziz mehmon tomoq yetkazish supsi o'z ustiga olgan. Bugun nega boramiz programmasini yana xonim qizlar go'zalligi uchun to'xtamay kuch chiqarayotgan Husnigul Gurun buyumlari alayda talab qilgan. Aziz mehmon, bugun nega boramiz programmasini yana Ne'mat ichimliklari alayda qo'ydi. Ne'mat ko'kis ichimligi va Ne'mat qahva ichimligi esil ta'mi bilan g'illar hozirlaydi. Aziz mehmon, bugun nega boramiz programmasining yana Yeşil Yaproq markasidagi har xil suvli yarmisi, oyto'qash, piralik, yongu yaproqchisi va alayda pokizlangan gazi qatorliq yemakliklarni bozorga solgan Urumchi Go'harbog' Soda cheklik shirkati alayda qo'llagan. Bugun nega boramiz programmasini yana Molligirin Abdullari alayda qo'llagan. Amroq avtomobilingizning eng yaxshi hamrohi yanala Molligirin Abdullari. Görmən dostlar, yaxşımızlar, ko'rayotganlar bo'lsa, aziz mehmon tomoq yetkazish supsi tajdorligidagi bugun nega boramiz programmamiz. Naqslar. Qo'saq hijab boshda. Nereden tomoq buyursam bo'ladi? Voycha, aziz mehmoningizlar. Aziz mehmon? Aka, men ishlab pul topay degan. Yerib chachashdan qo'rqmayman. Putqulim xel chaqqan. Pul topiladigan yevami. Aziz mehmoningizlar. Aziz mehmon? Ben muşu pulolarimni. Yo'q. Mush oshxonadagi barliq tomoqlarni qandoqsan tiximchiq odamga sotalayman. Aziz mehmoningizlar. Aziz mehmon? Va o'zimning tava bir ilik tiklaydigan yaxshi tur bo'lganimizni tushuntirgan bo'lsangiz. Aziz mehmoningizlar. Aziz mehmon? Egilik tikilmoqchi bo'lsangiz, xizmat izlamoqchi bo'lsangiz, oshxonangizdagi tomoqlarni tixima ko'p mehmon sotmoqchi bo'lsangiz, shundaqla tomoq buyurtmoqchi bo'lsangiz, aziz mehmon sizniki eng yaxshi tanishingiz. Aziz mehmon tomoq yetkazish supsi bo'lsa Shinjang Aziz mehmon soda cheklik shirkatining yo'lga qo'ygan tomoq buyurtishdan boshqa tanlo bozoridan kerakli narsalarni buyurtish, tok gaz puli qachalash qatorliq mulozimatlarni o'ziga mujassamlagan universal spa. Internet bilan amaliy savdo birlashgan, oz mablag' bilan ish boshlag'ili bo'ladigan Aziz mehmon tomoq yetkazish supsi sizni aziz mehmon bilib qizg'in qarshi oladi. Aziz mehmon tomoq yetkazish supsi azizlarimizning supsi. Biz sizga yuqori unum, yuqori sifat, shundaqla a'lo mulozimatni ta'min etamiz. Aziz mehmon tomoq yetkazish supsi sizning eng yaxshi tanlashingiz. Shinjang Aziz mehmon soda cheklik shirkati. Aziz mehmon. Bugun nega boramiz programmasi? Yaxshimda o'tirishib. Men Husnigul. Ana hozir ishkalanma shu Urumchiga Dag'an rayonida yomg'ir sali siqib ketparmiz shunaqa. Shunaqa vanim degan paytda to'g'ib ketdim. O'zi bir xil romantikka ma'no bo'lsa. Shundoq. Misha romantik, misha yomg'irliq kunlarda men nima chiqishlarla qizlarlar olmaydigan nima yo'lda. Eng muhimi men nima quruq aylandigan nima, albatta mushtaq vaqtlarda men yaxshi yerga kirib, men maqib, yaxshi paranglashib o'tsaq bo'lmamdi deb o'ylayman-da. Shundaymi? Akam menga-chi? Shundoq odamlar bilan chiqqan bo'lgan ket o'zimga shundami? Yaxshi otamsiz. Atag'ir qolsiz. Oldi qolmayman. Akam men bir ataldasin uzumamdi. Albatta bu sayrni tanqiyotgan bo'lgan-ki. Endi nima oldimizdan shu Burxon yerlik shunday ko'plari deb turibadi, ha? O'shadan abaytdan chiqdim qarang. O'zingiz qilmi ya? Men jinshi beray deb yoz ichida mag'lub tayyorlab qizib qo'ydingizmi ya? To'g'ri, men siz jinshi beray deb. O jinshi olsa faqat bir talla bor. Jinshimika? Xayr xo'sh. Unda hamsa biz birlikda shu Urumchiga Dag'an rayonining chempionsi uchun udulga joylashgan shu Burxon ko'plarniki faqat ichida Somoslovakiya, Ko'mashlovakiya, mumkin har xil ko'plar bor ekan, biz birlikda faqat. Shurma.
Nachar havo rayi sharoitida siliqlash xususiyati o'zgarmaydigan motor ichki qismining surkilishidan zaxmlanishning oldini oladigan Yaponiya davlat ishida yuqori sifat muvofiq baho bilan shuhrat qozongan Modegerin siliqlash maylari Karvan mablag'chilik shirkatining bosh vakolatchiligida davlatimizga bevosita kirdi. Allaqachon oilangizning bir a'zosiga aylanib qolgan amroq mashinangizni tushunsangiz, Modegerin siliqlash mayli ishlatib ko'ring. Mashinangizga ishoning. Mashinangiz o'zi so'zlisin. Haqiqiy import qilingan siliqlash mayi Modegerin. Telefon 13 Ana kirib oldik shunaqa. Shunaqa bunga o'xshagan tamoqlar bu. Kebab, samsa, niki narxi tamoqlar bo'ldi. Albatta biz programma oldida Alloh rahmat etgan bir qancha o'rinbosarga o'zimizga ko'nglimizda ishqalamiz. Shundoq. Birinchisi, number 1. Modegerin Abdullaray mana mashinangizni qiyqas qaytida yashatib shunaqa. Rasman avtomobillarni kim shundaymiz? Meron yasama, meron qilganmi? Yamanami? Aka sizga ishlatib boqandiq ya. Texnik şey yok, endi. Ben şey yok, her bir yerge berip oldum ben. Çanozdan her şey bir yerge oldum ben. To'g'ri, undan boshqa yana etigelik nashtalikda ham o'roqlamoqchi bo'lgan xonim-qizlarning ehtiyojimizdan eng yaxshi tanlash bo'la oladigan yeshil yaproq solo yerimizni ko'pdan ko'p rahmat qilgandirmiz. Rahmat sizlarga. To'g'ri, undan sadina ne'mat ichini ko'rasiz, ko'pdan ko'p rahmat. Ishga vaqtingiz yurakda chay bor. Isa. Voy, yana bir narsa chiqib qoldi, nima ketdi bu endi? Allah oyli. Bu nima bu? Kömeş. Kömeş. Potenga olsak yemsak bo'lmaydigan tamoqlardan birisi mana kömeş deysizlar-ku. Ürümchi turib potenning o'zirini suryapmiz hozir. Shundayman. Buning ichidan biz dastlabda kerak bizniki diqqatimizni tortgan bo'lsa, endi bu uzunchoq kelgan sal samsuga o'xshab qoldigan, yana shavurmaga o'xshamdi. Shavurmaga o'xshab qoldigan shu xil tamoq keldi. Menga baxmarasga qoldi. Şu bu kapaklı ya. Kanat tutup yiyişini bilemeyatmız aka. Ben çocuksun görüşüm annesi buraya bakamam. Koyzu dedi. Bunun içi kat mı nime? Onun göğüs, piyaz, nasıl bakayım? Bunun içi lakay. Bu jumlaning ichidamiz qiyma emas, buning ichiga yana nayt achiliklar, xamirlar, mana qatqa shaklda o'ralashtirilibdi. Ta'minlab yaxshi ko'rdim manasi siz uchun. Atekonimiz demayotgan. Qoplar. Bu qoplar sirtda qarasak ham bir xil seriq, ha? Oltin rangda shunaqa. To'g'ri. Vo. Odat qoplar o'xshamay ketadi. Tuxumdan ta'mi bormi nima aka? Yemish qilib? Ondaki kunjutlar. Yumshoq go'shtni qanday qilasiz? Tuxum, ondaki bir to'g'ridan ekanni alashtirib, shuni bir ilashtirib qo'yadi qurganda. Demak, yig'im quvvatli bo'ldi degan gap shunami? Yeyishlik tamlik bo'ldi gap. Bak o'xshabdi. Bak, bak kömeş bunlar. Suyu qepirgan. O'rlar chiqtirdim. Shunda yomg'ir yog'gan vaqtlarda kelib, shunda shurtlar yiqtirdi ekan. Shundan birini yedigan bo'lsa. Ko'nglingiz degan ekan? Yo'q. Asman birini yeymi? Ko'nglim tegmaka, ko'nglimni oldi ekan. Voy, tashib qiziqga. Hozir tunurdan ichini. Hocam. Aka bular qiymalarga ajab ahamiyat bergan tomoqning. Cheshilgan piyozni, go'shtga oladi, ekmek yegan chog'da olib kelib yaxshi pishiradi. To'g'ri. Ana men xamirim faqat qilin emasga. Iliq bir go'shtni olib, xamir dahshat qilin. O'sha xamir bilan ko'p turilib go'shtdan bo'lib qolgan. Wow. Ne yaxshi ya. Ne talaylak, ne baxtli. Qizim, tez bo'ling, maktabga kechikib qolasiz. Apa, nashtalikchi. Mana qizim, siz amroq yeshil yaproq sulu yarmisi. Nashtalikqa buningdan ortiq quvvat bo'lmasi kerak. Ukamga
Naştalıqçı apa. Albatta, ustingizga bor. Noshtaligimda bu ham bo'lsa bo'lmaydi-da. Sapsulu ata-onalar naştalık qilgan texmi mos keladi. Naştalıqda mehizlar jamgohi yeşil yaproq sulu yarmisi tayyor qiling. Vaqt tejaysiz, quvvat to'liqlaysiz. Aka isqotam siz hozir mush oshxona kirgandan boshlab, voy dedingizda o'zingiz unutgan asos deb ketdingiz deb. Bir xil parangiz u yoqda qolsin, sizlar men munosabatsizlik o'tirib yeb ketyapmiz. Bu nima ish? Tomoq o'qishdan o'zingiz unutib tashlab yeysiz. Ma qarayamsa uchrasini gerçi qiyma bilan qilib to'mirda yaqin bilan uchrasiki qiymasi 3 xil. Anki o'ziniki alayliklari va anki bu yana ishlangan go'shtlardan deymiz. Alayli tanlangan shu yaxshi bo'lgan qo'ylarni go'starkan. Shuni qanchalik shuna tanishib ekanman go'sht. Yog'ni bak jiqishlatmaydi ekan, mop o'z loyiqida bo'ldi ekan. Ilqi qiymaning ichi hamsi liqdan boy emas. To'g'ri. Çok yapmadık bu yan tamam yemek o'xshaydi ekan. Biz bu gapni bir yevolib olgan gapni. Siz kim o? Men aynim nima ish qilyapsiz? Nayt olda yevoldik shunaqa. Bu yana Teşekkür ederim. shunda yaridi, shunda tetidi. Aka men o'ylab qoldim, shu yomg'irli kunlarda yomg'ir bilan qo'g'u zodi mangulik urug' tuqqanda qo'g'uxona bo'lib ketmasdi mencha. Shuna quvvatli tomoqlarni yesakmi? Hayt yaxshi bo'ldi ekan. Albatta shunaqa bo'ldi. Yomg'ir qoqqanda to'g'ri emasmi? Ilgari ketdi bu vaqtda. Shuni menimcha shaqqa istirofani aytib mas'ullar bo'layman. Shunda sog'ayib tasayximiz bergan bo'lsa. Jinkun sening anda tuman ultraq rayonining yeniga joylashgan Burhan yerlik sho'rtu sulu ta'miri ashxosi. Siz doim beralik 308-joyda. Ya, ko'chadagi qoldi 301 keldi. To'g'ri, 301 ning oxirgi bekitidan ozroqmi shu Jinkun sey taraf qarab tushmoqsanlar. Shirayda shunaqa. Bo'ldi, aka programmamizga alohida rahmat aytib qo'yganimiz bo'lsa, Husnigul Karim bo'ldi, rahmat. Shunda Husnigul Sochak shirkati rahmat sizlarga. Gratullar bilan chiray xeyli o'ngishib qolgan ish qilganlik yana. Hozir programma chiqib bo'ldi, shunga Husnigul Karim bo'ldi, nihoyatda yaxshi qaraymiz shunaqa. Xushlikning ifodasimi bu? Da, maqolani o'tirib demoqchi bo'lsangiz. Shunda, o'chaqda nima ish qilamiz deganda bu shu. Mehmon. Eşkeler, aziz mehmon tamoqqa ko'zib insonlar bo'ldi. Uyga katta islam shavaqlari. Yomg'ir ichida yurishning hojati yo'q shunaqa. Shu mendek bo'zak bo'lib yasin kamga ashtaq. Bir kunlikning ichiga kirib olmaysizlar. Xudo kirmanda sana aytib qo'yaylik. Biz keyin sana ko'rishaylik, keyin sana ko'rmas. Har qaytimda deydigan joyim o'xshash qo'yamdi. Bu noma'lum endi shuningga davomli ko'rsanglar, sizlar o'ylab boqmay yerlik biz ketaveramiz. O'sha tamoqli bo'lsa ketaveramiz. Turib ketmiz deb. Yaxshi g'oyalarni, yaxshi tamoqlarni birinchi sizlarga tavsiya qilamiz. Shuna, unaqa keyin so'ng ko'rishaylik. Xo'sh. Tamoqni chiqyapti. Qanadan ketdik. Mana endi qaraydigan bo'lsak, oy, butun qo'yim nima bu aka? Ha, butun qo'y. Oy, yigib kelib ketdi qo'y, bak o'xshagan chiroy. Oy, yansiz paysapret. Rahmat, aka. Aka sizdan so'rab boqsam, do'konning ismini Burhan yerlik sho'rtu ta'mir deb qo'yibsizlar, shunami? Buni qo'yishda alayda bir o'ylagan maqsadingiz bormi? Masalan, o'zbeklik bir o'zgacha alayliklar bormi? Masalan, tondironlar o'xshamaydigan yoki sho'rtuzonlar o'xshamaydigan degandek. Endi men Burhan degan o'zimning ismi. Ma o sho'rtuzni biz butun xotirni chiqqan avtobusimizni tartib ishlatib kelayotgan qadimiy shu yerlik sho'rtuz. Tunlarni shuning orqali qaplab biz bütün yaqqan samso, kumash, go'shtnon, bir narsalarimizni kavab hamması shu sho'rtuz tunurga qilib tushib chiqarganiga bundan yerlik tuzniki ta'mi chiqadi, yeyishlik bo'ldi. Demak, sizlar shu sho'rtuz tanlashda intayin ahamiyat bersizlar, shunami? Eng yaxshisini tanlaysizlar. Ana degan boya kavobni shunda ishtablar yevatdim. Bir talmi yog' yo'q ekan, ham yaxshi kavob. Unaqda bu go'shtlarga qo'yilgan talablar qanday? Biz cho'qim shu yerlik 10 kilo bilan 12 kiloni oraliqda bo'lgan shunda paqlan go'sht ishlatamiz. Uni alayda bir yer aykilamsizlar? Uni maxsus shu G'o'ljininki yayloqlardan
akab turgan odamlar shuni o'zimiz tanlab hep o'ltirgizib aklamiz. Shuningga sho'rtuzga go'shtga qo'ygan telefonlar alayda yaxshi bo'lg'achqa tamoqlaringlarning ta'mimi o'zgacha chiqadi. Chunki bu kebab go'shtga o'xshaydi emasmi? Shuni go'shtga qo'ygan telefonimiz alayda yo'q. Haqiqatan da yeyishgan sodanglar ham yaxshi bo'lsin. Undan boshqa yana bir savol bor bu-yu. Aziz mehmonlardan ko'rintibsizlar? To'g'ri. Demak, hammaylar aziz mehmon orqali uyda o'tiriblar, sizlarning shu o'xshagan tamoqlaringlarni uyga buyurib yeyalaydi shunaqa. Yeyalaydi. Dal vaqtida qiziq yeyalaydi. Hamkorliklar ham yaxshi bo'lsin. Rahmat. Oilamdagilarning xushalliqi meni to'xtamay izlanishga undaydi. Xushbiroq hidlarga to'yingan ne'mat qulaylik qahvasi, charchagan ruhimga sagaklik, jismimga rohatlik beg'ishlab, yiroq safarlarda menga jam bo'lgan kerakmas. Ne'mat qulaylik qahvasi izdinish davomida menga hamroh. Ne'mat qulaylik qahvasi. Ko'rman do'stlar, shu Uch burjak filmini ko'rgan bo'lsam kerak. Shu filmda shu boshqa rol chiqqan planlovchi shu a'zolari mana turibdi o'shada, bugun shoshqon tomoq yeb kelibdi. Shunaqa mana planlovchi Alisher apandi. Yaxshimisizlar ko'pchilik? Men yana Uch burjak muhabbat filmining muavin rejissyori Alisher Akbar. Bugun ko'makchiga keldik. Burxon alaydi ko'makchi. Bek o'xshaydi ekan. Meni qarabli ko'rgansizlar deb shumisam bo'ldi deb. Men shu filmdagi rangarang shu. Alıçpa bana mesmez. Mirzat ismim bilen mi? Yaxşımısınızlar dostlar, ben Dr. Mahmud Çöş, Üç burjak muhabbet filmininki senaristi ve başrol Sübi. Yaxshimi, men Adolat Asqar, shu Uch burjak muhabbet filmidagi Nigar rolda chiqqan qiz bo'laman. Tomoqlar bek o'xshabdi. Mishakab tomoq yeb kelsanglar bo'g'dak. Yaxshimisizlar do'stlar, men Ramila Adilmurod, Uch burjak muhabbet filmidagi Sübi rolda. Yaxshimisizlar do'stlar, men Uch burjak muhabbet filmining ijroiya rejissyori hamda shu filmda Reynatbay obrazini yaratgan Akram Tursunbulman. Bugun tomoqlar intayin o'xshab do'stlarni davomli kep tetib qishinglarni qizg'in qarshilab. Voy, rahmat sizlarga, sizlarga tomonlar avval qilishlar. Rahmat. Hoş.